O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini bilmaydigan odam juda ham kam bo'lsa kerak. Chilonzordamiz. Shuni yonida joylashgan bitta kvartiramiz chiqyapti. Joylashgan joyini tushuntiramiz. Fanon tilla zavodi. Shuni to'g'risida 200 metr kirganimizda 5 etajli domni 4-etajda joylashgan 2 xonali uyni ko'rsatamiz. Kirib kelish eshigimiz mana shu hol orqali hamma xonaga kiriladi. Bu yoqda kuxnya qilingan, mana shunaqa o'tiradigan joy bu bitta katta xona bo'lgan. Kuxnya esa balkonga chiqazilgan. Mana o'tiradigan joyi ham ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina xona bitta. Bu yoqda esa spalniya qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda sanuzelimiz joylashgan. Kirish eshigidan chap tomonda esa zalimiz joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa yaxshi remotli holatda. Bu uyimizni sizlar uchun $62.500 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.